Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda Korobki Uglovoydan 3 sotiklik ipoteka joyi bo'ladi. Birinchi joy Uglovoyda joylashgan. Fasadlari ustlari hamma yeri bitgan. Hattoda garaj ham bor. Ayni ishlari qo'yilgan. Shuna kirganimizda katta hol, holi keng. Kirib chap qo'limizda oshxonasi bor. Oshxonasi ham suv bochiq turadiganlari, santexnika ishlari bitgan. 100% pishgan karbishdan. Pergorodlari pena bilan bo'lingan. Pena blok bilan. Bu tarafimizda yana bir zal bo'ladi. Zalning razmerlari katta. Orqa ko'cha tarafga qaragan oynasi bor. Undan keyin bu zaldan chiqqanimizdan keyin bu tarafda yana bir kichkina shunday spalni joylashgan bo'ladi. Orqa hovliga qaragan oynasi bor. To'g'rimizda ana shunday bir katta zal. Agar zal qilmayman desanglar, o'rtasidan bo'lasizlar, bir eshik ochasizlar, o'sha ikki spalni, ikki zal bo'ladi. Gipason hovliga chiqish eshigiga temir eshik qo'yilgan. Bu sanuzel. Sanuzel ham keng, kanalizatsiya yer kranlari hammasi tashalgan. Undan keyin ataplenish uchun, qo'l yuvish uchun rakovinalar hamma yeri santexnika montaj bitgan. Temir eshik qilganimiz bo'lsa bemalol bu yerdan kirib qo'yaverasizlar. Orqa taraflar ham keng, yerlarni ochib zelen zona qilib olsanglar bo'ladi. Ana. Ko'pchilik ana shu yerda katta zal qilib, darvozani bu tarafdan ochib qo'yibdi. Bu ham zo'r variant. Hech qanday kredit yo'q, pramo atlanasiga o'tadi. Xohlasanglar ikkilamchi kredit olsanglar ham bo'ladi. Narxi 300 million so'm. Qatib qolgan narx emas, ustida kelishlar qaydlari poyg'asi bor. Gazi, suvi to'g'ri ustida. Manzil to'liq tushuntiraman, manzil. Qo'l yuvish uchun rakovina ham o'rin qo'yib ketilgan, santexnika turbalari. Manzilimiz mana birinchi ko'chada joylashgan bo'ladi. Endi zikash. Elimizda hech qanday uy tushmaydi. Bu taraf mana shunday ko'prdan tushib kelsanglar, eng oxirdagi Oybek ko'chadan kirib kelsanglar, birinchi Uglovoy joy bo'ladi, birinchi ko'chada. Manzilimiz Ellikqal'a tuman Bo'ston shahri Bolbozor tarafidagi 3 sotikli, 2 sotikli ipotekalarda. Tasavvur nomer qoldiraman, bemalol telefon etib bog'lanib kelsanglar bo'ladi. O'zimiz ko'rsatamiz, ustida gaplashamiz. Zo'r yer, men sizlarga yo'q. Uglovoy